Operator nega ekskavatorning og'irligidan emas, balki strelaning harakatidan charchaydi? Va Cat 320GX bu muammoni nega hal qildi? Ko'pchilik o'ylaydi, strela bu shunchaki gidravlika. Bosim berding, u harakatga keladi. Lekin aynan shu yerda ko'p energiya sarflanadi. Cat 320GX da strela bu hamma narsa o'zaro bog'langan tizimning bir qismi. Dvigatel, gidravlik nasos, bosim taqsimoti va strelaning kinematikasi. Elektrogidravlika shunchaki kuchni emas, harakatning aniqligini boshqaradi va asosiysi sinxronizatsiya. Dvigatel ortiqcha aylanish bermaydi. Nasos tizimi ortiqcha ishlamaydi. Strela yuklamaga qarab aniq harakat qiladi. Tasavvur qiling, siz yumshoq tuproqni kavlayapsiz. Cat 320GX ning dvigateli bu paytda aylanishni kamaytiradi va kerakli kuchni beradi. Strelaning tuzilishi ham tasodifiy emas. Strela to'liq ochilganda 10 metrni va qazish chuqurligi esa 6,4 metrni tashkil qiladi. Bu degani ekskavator ishlash tezligi o'zgaruvchan bo'ladi. Strela yo sekin ishlaydi yoki tez. Tsepelin markaziga keling va Cat 320GX da strelaning qanday ishlashini o'z ko'zingiz bilan ko'ring.